Revmatoidni artrit, psixosomatik sabablari va davosi. Revmatoidni artrit bu autoimmun kasallik bo'lib, insonning tanasi o'z bo'g'imlariga qarshi kurashni boshlaydi. Psixosomatik nuqtai nazaridan bu kasallikning ildizi quyidagi ruhiy holatlarga bog'liq bo'lishi mumkin. O'zini sevmaslik, tanqid qilish. Inson o'zini qo'llab-quvvatlamaydi, o'z xatolarini kechira olmaydi. Doim o'ziga nisbatan tanqidiy kurashda bo'ladi. O'ziga qattiq bosim o'rnatish. Hammasi ideal bo'lishi kerak. Men keragidan ortiq ishlashim kerak kabi ichki talablar ko'p bo'ladi. Qarshilik va yomonlikni ifoda etmaslik. G'azabni, alamni ifoda etmasdan ichga yig'ish, bu tuyg'ular bo'g'imlarga yig'ila boshlaydi. O'tmishdagi ruhiy og'riqlar, kechirilmagan holatlar, yurakka qattiq ta'sir qilgan voqealarni unuta olmaslik va ularni hayot davomida qayta eslash. Bularning psixosomatik davosi psixoterapiya va ichki ishlash orqali yuz beradi. Psixoterapiya yordamida o'ziga bo'lgan munosabatni o'zgartirish, kechirish amaliyotlari, bolalikdagi jarohatlar bilan ishlash, emotsional zaryad, jismoniy mashqlar, suhbat yoki yozish orqali tuyg'ularni ifoda etish. G'azab jurnalini yozish, ichingizdagi yig'ilgan hislaringizni qog'ozga tushirish orqali yordam beradi. Meditatsiya, nafas mashqlari yaxshi natija ko'rsatadi hamda o'zingizdan men kimman, men nima uchun o'zimni azoblayapman kabi savollarga javob izlash. Ijobiy affirmatsiyalar, men o'zimni qabul qilaman, men o'zimga mehribonman deya takrorlash. Agar sizga ham yordam kerak bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring va konsultatsiyaga yoziling. Sog' bo'ling.